Ushbu videom 1,5 million prosmotrga ega bo'ldi. Kommentiga kirib qarasam, 400 qani, 400 ga sal ishlov berish kerak ekan-a deb yozib qo'yishgan ekan. Ko'nglimga oldim shekilli va men to'timni operatsiya qilishga qaror qildim. Qani ketdik. To'timni operatsiyasi kuni. Ushbu videom 1,5 million prosmotrga ega bo'ldi. Kommentiga kirib qarasam, 400 qani, 400 ga sal ishlov berish kerak ekan-a deb yozib qo'yishgan ekan. Ko'nglimga oldim shekilli va men to'timni operatsiya qilishga qaror qildim. Qani ketdik. To'timni operatsiyasi kuni, birinchi kun. Juda ham hayajonlanib ketyapman. Do'y postli qilamiz. Mana to'tim. Yo'q, tep-tekis. To'timni operatsiyasi ikkinchi kun. Juda ham yaxshi chiqib oldim. Endi men dunyodagi eng go'zal va sohibjamolman. Natijani uyda ko'rarkanmiz, bugun menga javob berishar ekan. Operatsiyadan keyingi taassurotlarim, hislarim, o'zimga bo'lgan ishonchim ortdi. Shunaqa endi dunyo boshqacha ko'rinyapti. Rangli, chiroyli, chip-chiroyli. Menga uyga javob berishdi. Sal to'nqayib qoldim. No, nicho, problema emas, o'tib ketadi deyishdi 3-kunga. Bugun operatsiyaning 3-kuni. Natijalari ko'rsa bo'larkan. Doktorga telefon qilib, menga yoqmadi. Ikki tarafimdan to'tim qanotga o'xshab chiqib qolibdi desam. O'zi hozirgi umrda shunaqa stentli qizmisiz? Qanaqa uyatsiz qizsiz deb telefon bosib qo'ydi. Men oyimga qanaqa ko'rinaman? To'yga qanaqa qilib chiqaman? Oyim bilan administratorim